Assalomu alaykum hammaga. Dasturlashni endi boshlayotganda men birinchi nimadan o'rganaman yoki nimadan boshlayman deb o'ylab yurganlar bor ichimizda. Shular uchun bugun men dasturlashni nima ekanligi va qanaqa turlarga bo'linishi va nima deb atalishi, xullas dasturlash nima ekanligini mana shu videoda tushuntirib o'taman. Ya'ni dasturlash ikki tilga bo'linadi. Ya'ni ikki qismga bo'linadi. Birinchi qism bu front-end qismi deyiladi, ikkinchi qism bu back-end qismi deyiladi. Birinchi qism front-end qismida misol qilib olaylik, HTML, CSS va JavaScript 3 ga bo'linadi. 3 ta o'sha asosiy narsalarga o'tiladi. Ya'ni HTML bu bitta oddiy insonga taqqoslasak, ya'ni o'sha misol keltirsak, o'sha odamni suyak qismi, ya'ni butun boshli bir suyak qismini, o'sha dasturimizning suyak qismini HTML da qilamiz. Xo'p, undan keyin odamni yuz tuzilishi, dizayneri, ko'zi, yuzi, hamma narsalarni bu CSS da qilamiz. Saytning o'sha dizayn qismini CSS da rang berish, o'sha narsalar. JavaScript esa bu odamni o'sha boshqarib turadigan nerv, qon shularga o'xshagan boshqarib turadigan narsasi bo'ladi. Bu o'sha saytimizni bir animatsiyalari yoki boshqari shunga o'xshagan narsalarga bu JavaScript kerak bo'ladi. Xullas front-end bu dasturimizni yoki saytimizni ko'rinib turadigan dizayner qismi hisoblanadi. Backend esa backend bu saytimizning ichki, ya'ni ma'lumotlarni saqlash, foydalanuvchini ma'lumotlarni o'zidan boshqaga ko'rsatmaslik, ba'zida ushlab turish, undan keyin hisob-kitob narsalar, o'sha ichkarida qiladigan barcha nastroykalarni va o'shalarni backendda qilinadi. Ya'ni o'sha backenddan barcha nastroykalarni o'shanda qilinadi. Backend qismi bu dasturda, ya'ni saytda umuman ko'rinmaydi. Faqatgina front-end qismi ko'rinadi, xolos. Backend qismi esa o'sha aytganimizdek, o'sha auditoriyani ma'lumotlarini saqlab turadi, nastroykani normal o'sha ushlab turadi. Shularga xizmat qiladi. Xo'p, endi buni qanchada o'rganaman deganlar uchun, agar yaxshi o'rgansangiz, kuniga 1-2 soat o'sha praktik qilib, kod yozib, o'rganib, video darsliklarni ko'rib borsanglar, 2 soat, 3 soat dars qilsanglar bir kunga, HTMLni uzoq bilan 1 oydan o'rganasiz. Xuddi shunday CSS ozgina qiyinroq bo'ladi. Buni 2 oy ozgina ko'proq vaqt ham ketishi mumkin. 2 oy hisoblaymiz. JavaScriptga ham bir 3 oy vaqt ketadi. 3 oy, ya'ni undan keyin rekord. U 1 oy, 2 oy. Ya'ni 6 oyda front-end dasturchi bo'lishingiz mumkin. Boshlang'ich front-end bo'lishingiz mumkin va daromadga chiqishingiz mumkin. Front-endni o'rgangandan keyin o'sha GitHubda o'sha o'zingizni saytingizni yaratib, uni ijtimoiy tarmoqqa, ya'ni internetga chiqarib, Google'dan sizdan bemalol ko'rinadigan qilsangiz bo'ladi agar front-end dasturchi bo'lsangiz. Ya'ni o'sha hashtag saytlar bo'ladi yoki biron qanaqa bir kafeni o'sha menyusi bo'ladigan sayt ham yasasa bo'ladi. Shunaqa, agar backendda ham o'rgansangiz, bu full stack degani. Ya'ni o'sha backendga ham xuddi shunday, u ozgina cho'ziladi, o'shaning uchun 8 oyda o'rganasiz. Ikkalasini 1,5 yil vaqt ketadi o'rganish uchun, full stack bo'ladi. Agar bu full stackni bo'lsangiz, siz o'zingiz bemalol o'sha bitta sayt yoki dastur yasashingiz mumkin. O'sha 1,5 yil o'qib, keyin o'zingizni startapingizni ham qurishingiz mumkin yoki biznes g'oyalar bo'lsa, o'shani rivojlantirishinglarni
yordam beradi. Xullas, bugungi video shu edi. Xudo xohlasa narigidan HTMLni boshini o'rganishni davom etamiz. Hammalarga rahmat. Sizlar bilan Muhsin Munavvar bo'ldi.